Bugun bir sahifa o'qing, ertaga bir bob va bir kun kelib butun dunyoni boshqacha ko'ra boshlaysiz. Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun biz sizlar bilan Tohir Malikning Charxpalak asari haqida so'z yuritamiz. Tohir Malik 1946-yil 27-dekabrda Toshkentda Ziyoli oilada dunyoga keladi. Tohir Malik adabiy taxallus, asl familiyasi Xobilov. Tohir Malik o'zbek adabiy fantastikasining asoschilaridan, lekin u faqat fantastika bilan cheklanmay, ijtimoiy, detektiv va ma'rifiy yo'nalishlarda ham ijod qilgan. Uning birinchi yirik asari Hikmat afandining o'limi bo'lib, u 1972-yilda nashr etilgan. Charxpalak asari 2018-yilda chop etilgan. Bu asar ijtimoiy, ma'rifiy va detektiv yo'nalishlarda yozilgan qissa bo'lib, unda inson taqdiri, jamiyatdagi adolatsizlik va axloqiy tanazzul mavzulari yoritilgan. Qahramonlar turli muammolarga duch kelib, hayotning charxpalagi, ya'ni tepa-pastligi, aylanuvchan holatlarini boshdan kechirishadi. Hayot doimo aylanib turadi. Inson pastga tushsa ham sabr, iroda va halollik bilan yanada yuqoriga ko'tarilishi mumkin. Asar nomi bilan Charxpalak bu hayot ramzidir. Yaxshi-yomon kunlar, yutuq va mag'lubiyat, sevgi va iztiroblar navbat bilan keladi. Hayot bir joyda turmaydi. Har bir insonning taqdiri xuddi charxpalak kabi aylanib turadi. Charxpalak bu shunchaki inson hikoyasi emas, bu hayot charxi, undagi kurash, sinov, adolat va vijdon haqida yozilgan badiiy haqiqatdir. Asar bizga insonlikni unutmaslik, haqiqatni yo'qotmaslik kerakligini eslatadi. Hayotda to'g'ri yo'l tanlash qiyin, lekin eng qadrlisi halol yo'l. Asarni o'qing, mutolaa qiling. Hayotning murakkab, ammo chin ma'nodagi go'zalligini chuqurroq anglaysiz.